Kepsiz bağla, bir kepsiz bağla. Kılgan işinin emisi çala. Ondan bizler bulman yoktur, amal yok dava. Assalamu alaykum. Dünyanın arqayız şeylerden bizni görüp atqan barlıq dostlarım, ama yaxşı tudğunlarmı, salamat tudğunlarmı aldı bilen bizni qollab qo'yib kelgan qarindoshlarimiz için qalbimdan rahmatimni bildiraman. Qarindoshlar, men hozir musha nima tatib atqan ya, bu bizniki Türkiye İstanbul'daki Sefaköy bo'ldi. Uyg'urlar to'plashib o'tiraqlashgan ya. Mana shu cho'ng jaddini ham biz Sultanmurod jaddisi deymiz. Sultanmurod jaddisidan mana Mayan kesib mansaq bu Bag'la jaddisi bo'ldi. Bag'la jaddisi orqali andan keyin biz kirmoqchi bo'lgan Samovar choyxonasiga mangamiz. Unda xos mangdiq. Ko'rganinglardek, hozir Bag'la jaddisi kirdik. Bag'la jaddisi kirgandan keyin mana atraf qayrilamiz. Bu Biga sokak deyildi. Mush davomliq yig'in bu suhbat elib berilgan shu bizniki ilim vaqtimiz mana bu yerda. Shu Bag'la jaddisidan kirsak, mana bu yerga asosan yig'in bu ishlab bo'lib qolsa, bu yerda ko'proq Uyg'urlarni ko'ramiz ham. Hozir ketib atqachim kelgachimi, kelib ketganlarni ko'gil bo'ladi odatda. Ko'rganinglardek bu keldik mana odatda yig'ilishlar, suhbatlar, leksiyalar bo'lib qolsa bu rasmiy qaynab tashqiliqqa cho'kib ketadi-ku. Mana keldik. Mana shu o'rnimiz shu. Mana hozir ko'rganinglardek, mana shu butun bir binoning hammasi mana shu vaqtga tava. Uyg'ur ilm va madaniyat tadqiqot vaqti. Bu vaqtninki haqiqatan bek roli bo'ldi deb o'ylayman shaxsan. Binani ait yig'incha qilib bekchi qishliq foydalanyapti-ku. Boshqa har bir qavatda ba nayt tafsili ko'rsatilgan. Ondan ikkinchi qavat Samovar choyxonasi, biz aşağı chiqamiz. Uchinchi qavat bo'lsam Sotux Qoraxon ilm va madaniyat vaqti. 4-5 qavatlarda mana o'quv kutubxonasi, Sharq Turkiston ulamolar birligi degandek o'rinlar bor. Mush o'rinni vaqt qilgan, ya'ni mush o'rinni mushundaq bir foydali holat keltirgan barliq qarindoshlarimizga shaxsan men chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Oson ish emas hamda. Vaqt buning o'rni mana binoning o'rnini aytib pokiz, retlik. Maxsus xonim qizlar o'tirgan yer ayrim, o'g'illar erlar o'tirgan yer ayrim degandek. Mana matrabda maxsus qizlarningki o'tirgan qismi mana bu. Undan keyin mana Samovar choyxonaningki matrab bo'lsa, maxsus o'g'illar bor bu yerda. Erlar o'g'illar o'tirdi, shunchalik ozodi-ku. Davomli shu sovuq havo chiqib turdi. Agar shu Turkiyaga sayohat kelgan Yevropadan yoki boshqa noyalardan bo'lsa, mayl bosh davlatdan kelgan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, cho'qim bir ziyorat qilish tegishli deb o'ylayman. Mana bu Samovarning ichida bor, choyxonasining ichida bor yemeklar, shu tortlar mana. Shu buni asos o'z qarindoshlarimiz o'z qo'li bilan qiladi-ku. Mana damonli qamda kiriblam. Mayl sovuq ichimlik, choy buyurtib, o'zaro suhbat qilib chiqib ketish uchun nihoyat yaxshi bir o'rin hamda. Hozir mana o'g'illar tarafdan udildilam, maxsus xonim qizlar o'tirgan yer bor. Men ko'rganinglardek mana nima shu? Men bolalarningki bu yerda uyg'unishmi qiladi-ku. Odatda namoz vaqti bo'lgan chaqda hamisha silib namozimizni o'qiymiz. 2 soat endi uyg'unish qilib, o'zaro paranglashib, adam zerikmaydi hamda-ku. Men Samovar choyxonasiniki men tam nimasi bek yaxshi aylangan-ku. Chiroyli atlas ishlagan. O'rindiqlari kengri. Bugün Sefaköydeki qizimniki Iran maktabi tanışgan bir qism qiz savoqdoshlari bilan singilchaqlar bilan tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum. Hammalar yaxshi tudinglar. Meni bek saqlab ketdinglarmi ya? Azroq saqlaninglar. Mashallah. O'maq singillarimiz mana Iroda o'qiydi bu bolalar. Qizimniki savoqdoshlari bugun bir bular bilan qisqacha suhbat o'tkazaylik deb o'ylab qoldik. Biz shuna qilib Samovar choyxonasiningki mashhur do'g'ab keldi mana. Buning shakli mana shaklda qilib turdi, ustidagi qiyamni shunda chiroyli to'kib qilib turdi. Buning asal qiladi juman. Do'stlar asal qiladi. Undan keyin muzni noyt ushoq cho'qiydi, muz og'ziga chiqadigan ish yo'q. Uning ustiga ta'mim shunda bir xil yaxshi chiqadi. Bu ham ta'm qanday qolganda bir o'zgarish yo'qmidi deb qisaq ta'mi o'xshash, o'zgarish yo'q. Endi hamma yerda biroz bir narsa qimmatlashgandan keyin azroq pul qitilibdi. Ammo yanıla nayt arziydi hamda shu elib ichishga. Qizlar do'g'ab qandaraqki? Amina, yaxshimki? Peyzi, ha? Bugun qizlar nima yeysizlar desam, do'g'ab bilan tort yeylik dedi. Men tortlarni o'zimizning qarindoshlari o'z qo'lida qiladi-ku. Shun bo'ldi deb tort buyurdik. Tortimiz hozir keladi. Tortlarimiz kelgancha mana.
Tortlarni biz Uyg'ur qarindoshlar o'z qo'li bilan qiladi, ammo bek ta'mlik. Ha, bola, sizlar yaxshi ko'ramsizlar? Bundan sonra biz özümüzdeki tortlarını yiyeceğiz, anadaki dolaplarımızı içeceğiz. Söz başlayalım ha? Başlayalım. Benim ismim Münevver Əmçi. Ben bu yıl 7. sınıfqa baraman. Yaz tətildə Hira məktəbində oxuyatman. Assalamu alaykum, ben Sübinur Yaqub. Bu yıl 6. sınıfqa çıqaman. Yaz tətildə Hirada oxuyatman. Assalamu alaykum, ben ismim Reyme Yasin. Ben bu balladek yazda Hira məktəbində oxuyatman. Normalde 6. sınıfda tükettim, 7 çıqaman. Marşa Fevzi Çakmak Ortaokulda. Assalamu alaykum arkadaşlar. Benim ismim Ayşe Özçi. 13 yaş kırdım. Bu yıl 7. sınıf çıkma. Biz Denizli'ye yaz tatili için, yani Denizli İstanbul'a yaz tatili için okuş için geldik. Ben de dostlarımla tanıştık için ben hoşal. Benim ismim Amine Özçi. Ben 10-20 yaşta 11 girme bu yıl. Ben 4 bitedim. Bu yıl 5 çıkman. Yirağı yaz tatillik müşahede okuyumuz. Arkadaşlarım bilen ötüşüp yaxşı oynayıp hoşal. Benim qiziqishlarim bakacaq. Bularning ichida bir qanchasi masalan resim chizish, mesela do'stlarim bilan bir yerga borib o'ynash, o'xshash. Bir de men muzikka qiziqaman. Men cho'mg'an chog'da yaxshi o'qib, astronot bo'lib NASAga kirmoqchi. Benim şu dostlarım bilan birga kitap o'qib berib, topshiriq ishlab, undan keyin şu adaşlarım bilan birga so'ba o'ynab qilishga amroq. Mening arzuyim şu cho'ng bo'lgan chog'da shariat o'rganib, hammalarga islomning kuchli bo'lganligini şu tunishmoq. Men şu yani adaşlarımla bir yerlerge borib, mesela oynab degandekchi, parklarga borib, modishib falan, piknik qilib falan. Aslında yaxshi ko'raman. Men cho'bg'achada arkeolog bo'lish yaxshi ko'raman. Ben kitap okuşunu pek yaxşı görmem. Hani şu adaşlarımla kitapxona verip, tapşırıq işlep, oynayıp gelişkiye. Benim arzuyum, yani ben tasarımda pek yaxşı, layihəsi pek yaxşı. Şu an benim bina mühendisi, yani ya ki tasarım mühendisi boğulmam, mühendislikte. Adaşlarım bilen bir yerge beriş, oynaş, kitapxana beriş, kitapxana berip tapşırıq qilish, resim sizish, zenciler bilen bize sen qaraşdırib. Ben ya doktor ya muallim bo'laman. Yani dadam dedi, doktor bo'lsangiz yaxshi dedi. Men doktor bo'lishni pek yaxshi ko'raman. Şu an doktor bo'laman. Ben kasbimda yaxshi o'qib, vatanimizda tunji alam kemisini uçqizma, yulduzlarni tadqiq qilmoqchiman. Ben hazır şariat o'qib, inşallah vatanga borgan chog'imda vatandagilarni islomga qaytadan jonlantirma, shunda planim bor. Men vatanimdan tarixiy asarlarni chiqarib, ashlar bilan birdan muzeykxon qurishni o'ylashyapman. Benim çoğun bo'lgan vaqtda mühendislikte okup, vatanimizni yani qutqizib, Xitoylarning buzayotgan jamilarni, uylarni qaytadan chiroyli yasab chiqaman. Men kasbimni yaxshi o'qib, ularni davolayman. Eğer Peygamberimiz hazır aramızda bulup bizim yenimizde bo'lgan bo'lsa, Peygamberimizga nima deyishni o'ylaydinglar? Men bek hayron qolatdim. Belki yığılıb ötüşümü mümkün teşkil qilib. Bana dua qilib qo'yishini, gunohlarimni qilishini so'raydim. Ben şu Peygamber aleyhisselamni ko'rgan chog'imda yig'lab ketishim mumkin. Ondan qo'lga putuq suyab, undan keyin menga duo qilishini so'raydim. Ondan shu vatanimizning qutqizishini shu so'raydim. Men shu vatanimizga zulmasida qolmaslik uchun bir duo qilib qo'yishini tilaydim. Kelajakka boramiz-ku normalda. Sho'shqa işte belki texmo yaxshi mesela işlerini qilishimizda hamma do'stlarimizga xalqallar qilishini umid qildim. Ben peygamberimi görsem, yani hem adaşlarımda yig'latdim, qo'l putini so'yab, Xitoylarni vatanimizda qo'g'lab chiqarishini uchun shu
Allah'tan dua qilib tilaydim. Aniki şu qalbimga iman islamni to'ldirib, texim kuchli iymonli inson bo'lay deb tilaydim. Men Peygamber Aleyhisselam'ın davrida nimalar bo'ldi, texim yaxshi tushunish uchun Peygamber Aleyhisselam so'raydim. Qo'lga, putuga so'yaydim. Anniki mening arzum va duo qilishini umid qildim. Gunohlarimni kechib afu qilishini umid qildim. Sağlığınızda 2 yıl kumal sözünüzü kılabilemisiz? Oldu. Apada da mesela bek yaxshi ko'raman. Meni cho'ng qilib islom diniga kirib qilganligingga uchun ko'p rahmat. Apada da sizlarni bek yaxshi ko'raman. Menga chekkan shu jafolaringlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarning ko'nglingizni yerim qilib qo'ygan bo'lsam, xafa bo'lmanglar. Ana da mən sizi bək yaxşı görmən. Şu kelgüsüdə bolğan işlər üçün bir dua qoysanı tiləymən. Dostlarımla mənim üçün. Yəni bu bolışa qalğan işlərimiz və ya qilishə qalğan işlərimiz üçün bir dəstək qılsanı xalayman. Birinchilab ata-ona men sizlarni bek yaxshi ko'raman. Meni cho'ng qilib qo'yganligingiz uchun bek rahmat. Agar o'tkazayotgan xatoliklarim bo'lsa, meni kechiringlar. Ben avvaldan apamni ve dadamni bek yaxshi ko'raman. Meni cho'ng qilib, jafo chekibdi. Men xatolik o'tkazsam va xafa bo'lmanglar, kechirim so'rayman. Şuna qilib mana nəhayət yaxşı qızğın söhbətimizdeki axır gəldik. Barlıq qeyrinləşdirimizdeki İsla TV kanalımıza bilan əza buluşanlarını ümid qılımız. Hem başqa dostlarım yetkisi qoyuşanlarını çekiyoruz ümid qılımız. Şuna qilib güzel sınırlarımız bilan hazır qoşuluşumuz. Dünyadaki barlıq dostlarımlarga nima deysizlar axir qaytib? Barlıq dostlarımız Türkiye'ye kelib sayohat qilib ketishini umid qilamiz. Ben aldım. Barlıq dostlarımızla Türkiye'ye gidip seyahat geçişine Qarşılayırıq. İnşallah çok müşahidin barcha qeyrinləşdiringlar amal edib o'ylayman. Unda sen Allah'a emanet Kepsiz bağla, bir kepsiz bağla. Kılgan işinin emisi çala. Ondan bizler bulman yoktur, amal yok dava. Kepsiz bağla, bir kepsiz